Zor rezidensiya, 2 xona, 60 kvadratli uyimiz, Yevro remontdan chiqdi. Uyimiz upakovanniy holatda. Devorlarni bitta ko'rsatib beramiz. Mana shu dom 8-etajda uyimiz. Detskiy plashatka, mashinalar parkovkalarga muammo yo'q. Bu yoqda supermarket, bu yoqda korzinka. Uyimizda bitta avzorlarni ko'rsatamiz. Uyimizga kirib kelganimizda o'ng qo'limizda hojatxonamiz, vannaxonamiz joylashgan. To'g'rida kuxnyamiz. Bu yoqdan balkonimizga chiqsa bo'ladi. O'ng qo'limizda bu yoqda spalnigimiz. Sifatli jihozlar bilan to'ldirib qo'yganmiz uyimizni. Navbatdagi xonamiz, zalimiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Narxi $70,000.